qurup gidiyordu yigitlar. Tashlab bo'ldi oldi mana deganlar. Mana ha. Mana aytmadan. Dilimizda chin bo'lib o'g'il bo'lay dedingiz. Ketib qolsiz o'dul bilib boshqa qilsangiz. O'g'il degan yigitdek bo'lg'ucha asaldan. O'tolmaysiz sinoqdan to'yni o'yin ko'rsangiz. Mana ha. Mana aytmadan. Muhabbet tutup yar tutup bəxtimizni izləyimiz. Muhabbet tutup yar tutup bəxtimizni izləyimiz. Gecet yani tapqanda muradlağa yetkeymiz. Gecet yani tapqanda muradlağa yetkeymiz. Ay batemge yaramaydı, yaratmasa qarmaydı. Layık tapqınla deydi, men tapqanğa olmaydı. Ay batemge yaramaydı, yaratmasa qarmaydı. Layık tapqınla deydi, men tapqanğa olmaydı. Layık tapqınla deydi, men tapqanğa olmaydı. 40 qismlik tor komediya filmi Ay Fatem'nin Kuyog'ul tanlışı namlı tor komediya filmi. Ay kızım, taz mesuliyetçen, hem mi cendim kabiliyetlik bir oğlanın kolu tutkısıp koygan olsam, ben katılacağım buladın. Siz bilmem. Siz çok. Siz bilmem. Hayır, siz çok. Mesela ikimiz tenkire ya. Oy! Koy şıkılanayım da ışık kısılıp jürüyse. Mana bu boğusu mehman bilan. Boğusu mehman? Ya. Boğusu oğlumuz bilan ikki tuyda tang uchrashib qoldik. Shuni bilan ikkimiz tenkirelda tenkirdik. Tenkirdi. Voy. Qani keling. Qani o'tiring. Yuqori. Keling o'tiring. O'tiring qizim. Sen de yaxshidinglar. Yaxshi, yaxshimi? Aras, mevani uchun hozir yurib chiqqandim. Siz yegash turing, men kirib choy damlab chiqay, ya. Bo'ldi, avarma. Ana uyga kirishga aldirabla sizga tuzak salom qilamoqdim-a. Sen topdi. Yo'q. Ya lazzatli shirin tortur ekan, mushlam amroq men mushni yey. Ma'qul. Hoysi, adab o yoshni bildigan xil umdan baldak bo'ldi, ha? Sizning ismingiz? Anvarjon. Anvarjonga. Aldirabla quruq kelib qoldim. Az olsun bir ko'nglimni qabul qilib qo'ysanglar. Voy, rahmat. Bek yig'ib so'g'at akapsiz, rahmat. Yo'q. Qandanki. Bek avar qutluq sizinchimi? So'g'at ko'tarib yurmisizmi bo'ladi? Voy, Rahmat. Rahmat. Haydanisi, men o'ylagandekla o'zi pishqan, qobiliyatli, mas'uliyatchan ekan-a, bo'g'dak. Hozircha bo'g'dak. Hali bir nima demak ta'sir olamiki? Ne? Adam yuradi. Menma? Anısmanma. Siz qayerda? Men mushardim. Nima xizmat qilsiz? Tijorat qilg'ili uzun yil bo'ldi ya. O'zim shirkatning ishlari. Voy! Buni pishqon o'g'li bola degan mushundaq o'z oldiga tijorat qilib shirkatni ichida emasmi? Ha, qizim? Shu opa, Anvarcho cho'ng sodlarni qildi. Hammasi uni ko'rib, "Ayjon" deb chaqirdi. Tugasab yomon adamlar bilan o'tirib qoldikmi, ha? Og'zingiz burmi? Sizning shirkatingizning ko'lami xeyli cho'nkanda. Ha, bo'p qoldi. Şu 50-60 ta xizmatchim bor. Voy! Sizdan bir gap so'rsam bo'ladimi? So'ra. Siz nimishga hozirgacha to'y qilmadingiz yoki to'y qilishni o'ylashmaganmidingiz? O'ylashgan. Lekin shu taqdir qo'shmaganchigi bor. Voy! Ayrilib ketibgansizda? Yo'q. Hamisi bu. To'g'risini deganda, ajrashib ketgan. Ajrashib ketgan deydi-ku. Pishqan
ekan. Voy kaç... Yarım yıl oldu. Biz kaçan toy qilgan? 12 yıl bro. Ha? Ne? Voy neymiş 12 yil turmush qurib, ajiz ketisiz o'tirmishdi. Oy, xabar yo'qammisan? Mening 12 yıl burun deganim, o degan o tunji ayolimi. O'g'avla mana ha. Voy, 2 qatim toy qilgan bo'lsangiz, sizning bolangiz qo'y yo'qdi. İkinci ayolımdan bir oğlum var. Yana-chu? Ha, üçüncü ayolım kızımızga qarab da. Siz ben qılamsiz o to'yni. Yo'q. Ha, 4. ayolım turmu diye. Ana bo'lsa. Ha, şunalar 5. ayolım şu yılqa abaydan 20 yıl oldu ajrashib degan shu. Endi qolmadi. Siz 12 yılda 5 xotin aldınız. Ha bu dakikada meni bir iş hakkında elemezsiniz. 2 yılda bir gün doğru gitken. Ha bunu dikensiz. Voy, siz nimadan to'la toy qilib, to'la ajirsiz? Xuddi xotinlik, xotin qo'yib bir sezginiz ada. Hay ya. Endi ço'muş kızınızı etlemezse, en ahırkısıymış. Şundan bulama. Şunda oldu. Nima axirgisi bo'ladi? To'y qilish, ajrashishni vazif qo'ygandek. Yo'q, men tushundiray. Voy, nimani tushundirdingiz? Hepsi to'y qilgan, hepsi ajrashgan. Siz baqo oldi bilan berib, bolalarimizni uyga kirib to'layolangmi? Voy, bo'ldi. Men to'y degancha mas'uliyatchanlik bor odam qiladigan ish u. Mas'uliyatchanligi yo'q odam baqo to'y qilmasimi bo'laydi. To'y qiling deb sizga o'jak tushirib bergandik. Diqqat qiling. Diqqat qismimizmi-chu? Berib, diqqat qilgan yerga qiling. Ma'lum baqo to'y qilganni praktik qilgan boz emas. Voy, yo'qlar. Hicil olmay 5 xotin aldım deydi ama kotan qiyirsi. Voy bala, sizmi-chu? Bundaq ko'zingiz yo'q ha, ichib, buldiqaroq adamni boshlab kirang ha. Pishqan bor ekan. Nima pishibdi? Nima pishibdi? Nima? Oldu, katta. Oldu. Qo'rib ketdi yigitlar, taslim bo'ldi oldi mana deganlar. Mana ha. Mana aytmadan. Dilimizda chin bo'lib o'g'il bo'lay dedingiz. Ketib qolsiz o'g'il bilib boshqa qilsangiz. O'g'il degan yigitdek bo'lg'ucha asaldan. O'tolmaysiz sinovdan, to'yni o'yin ko'rsangiz. Mana ha. Mana aytmadan. Mabet tutup, yar tutup, bəxtimizni izleymiz. Mabet tutup, yar tutup, bəxtimizni izleymiz. Gecek yani tapqanda muratlağa yetkeymiz. Gecek yani tapqanda muratlağa yetkeymiz. Ay patemge yarmaydı, yaratmasa qarmaydı. Layık tapqanla deydi, men tapqanğa olmaydı. Ay patemge yarmaydı, yaratmasa qarmaydı. Layık tapqanla deydi, men tapqanğa olmaydı. Layık tapqanla deydi, men tapqanğa olmaydı. Da yeni üçün ayollarla emas, erlerle mi hüsn düzeyimiz. Sizden mininizi iversek buludu. Minim ne? Yaxtı da men. Hayır, ya. O mençu özü bek yaraşkan. Bundaq bolsa opa, dadamның yüzünü dezmallap, qo'riqlarını yo'q desek bu. Kızmaz. Voy, qaysi doktorxonada ishlarni qiladi?
Abba o doktorxana emas, men güzellik salonu açıyorum. Voy siz, men tashqi kasallar doktori deb atmoqdingiz. Abba, şu men qilgan xizmatning hammasi tashqi kasallar bilan munosabatli bo'lganki, men shunday tavaman. Sizlar shu terisini suvlashdan boshqa hamma ishni qilib kelsizlar, ha? Buni qilamiz. Biyaning go'shtini ilib, biyaga chaplab, Men chaplasa